Assalomu alaykum hammaga. Bugungi savollarni ko'rishda matematika qismidan boshlaymiz. 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlar ichida 3 ga yoki 5 ga bo'linadigan sonlar nechta? Albatta 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlar ichida ham 3 ga ham 5 ga ham bo'linishi kerak. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ga bo'linadiganlar 16, 5 ga bo'linadiganlar 10 ta, lekin 3 ga ham 5 ga ham bir vaqtda bo'linadiganlar boshqacha hisoblanadi. Ya'ni ham 3 ga ham 5 ga bo'linadigan 50 va 1 orasidagi birinchi son bu 15, ikkinchi son 30, uchinchi son 45. Shuning uchun ham bu yerda natija 3 bo'ladi. 15 ga bo'linadiganlar 3 ta. Endi buni shu Venn diagrammasi ko'rinishida hisoblaydigan bo'lsak, 16 ga 10 ni qo'shib undan 3 ta ayirsak, natija 23 ta chiqadi. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob 23, B javob bo'ladi. Tanqidiy fikrlash savolini ko'radigan bo'lsak, Termiz shahrida maktabda texnologiya va kelajak ko'rgazmasi tashkil qilindi. Maqsad o'quvchilarning zamonaviy texnikaga bo'lgan qiziqishlarini oshirish edi, ammo ko'rgazmadagi aksariyat buyumlar faqat kattalarning ishlanmalari bo'lib, bolalarga tushunarli emasdi. Qaysi fakt bu maqsadni zaiflashtiradi? Variantlarda aytilyaptiki, A javobda ko'rgazmaga texnik universitetdan mehmonlar kelgan, B javobda bolalarga ko'rgazma qurilmalari tushunarli bo'lmagan, C javobda o'quvchilar ko'rgazmaga chipta bilan kirishgan, D javobda har bir buyum yonida tushuntiruvchi yozuv bo'lgan, E javobda esa ko'rgazma doirasida tanlov o'tkazilgan. Maqsad bu yerda o'quvchilarni texnikaga qiziqtirish bo'lgan, lekin bu maqsad zaiflashtirish fikrida bu maqsad amalga oshmay qolganini ko'rsatishimiz kerak. Faqatgina B javobda qurilmalar bolalar tushunarli emas, bolalar bu narsaga qiziqmaydi. Bu maqsadga zid bo'lmoqda. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B. Muammoli masala savolini ko'radigan bo'lsak, ma'lum bir sumkada 60 ta to'p bor. 22 ta oq, 18 ta yashil, 11 ta sariq, 5 ta qizil va 4 ta binafsha. Agar to'p tasodifiy tanlansa, to'p na qizil, na binafsha rangda bo'lish ehtimoli qanday? Bu yerda jami to'plar 60 ta. Qizil va binafsha bo'lmaganlar oq, yashil va sariq ranglardan jami 50 bitta. Bu yerda ehtimolli topadigan bo'lsak, 51 ni 60 ga bo'lsak 0.85 bo'ladi, ya'ni 85% bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni na qizil na binafsha bo'ladi rang tanlaganimizda. Shuning uchun ham to'g'ri javob berdi D. Endi ingliz tili savolini ko'radigan bo'lsak, this object helps you find directions while traveling somewhere. Ya'ni bu narsa sizga biron joyga sayohat qilayotganingizda direction, ya'ni yo'nalishlarni topishga yordam beradi. Albatta A javobda radio, ya'ni radio demoqda, bu noto'g'ri. B javobda map, ya'ni xarita to'g'ri. C javobda kalkulyator, ya'ni kalkulyator bizga biron joyni topishda sayohat qilayotganimizda kerak bo'lmaydi. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B. Albatta xuddi shunday turdagi Prezident maktabi imtihoniga o'xshash savollarni ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning blueprep.uz saytimizga kirib bemalol testlarni ishlab ko'rishingiz mumkin. U yerda o'zingizni bilimingizni boshqa tengdoshlaringiz bilan solishhtirish imkoniyati ham bor. Albatta birinchi test ishlab ko'rish bepul, bemalol kirib ishlab ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.